faqat o'yiladigan joylar, qirqiladigan joylar emas bular. Yo'q, o'yladi. Gravirovka tabi o'zida. Xo'p, bularni Taxminan chuqurligi qancha bo'ladi? bular o'zi beradi-yu gravirovkaga chuqurlik. Mana bular 2, bular 2, mana sal chuqurroq deb 3 beramiz. Bularniki gravirovka mana bilan aytayapman. Bular martaviy bo'ladi, 11 bo'ladi. Bular 2 mm chuqurlik. Bitta gruppa. Bularni ham qo'shib qo'yarman. Bitta MDFdagi ichidagi narsa bitta gruppa bo'ladi. Bitta bo'ladi. Ham ichidagi bitta gruppa bo'ladi. Bunisi bu. Xo'p, yana nima bor? Bu yerda bor. Bu bitta. Bu bitta bo'ladi. Xo'p, endi tashqarisi bunisi bitta bo'ladi. Uchalasi va tashqaridagi. Bular martaviy. Ctrl G. Bular alohida bitta gruppa. Boshqa gravirovka yo'q bo'lsa. Tegib o'tib ketmadimi bir-biriga? Yo'q, unda xolis. Teshib chiqibdi. Bir xil tig' beradiganlarni gruppa qilib olamiz. Keyin bittada tig' beriladi ularga. Bunisi har safar tig' berayotgan paytda shu narsa juda ko'p vaqtingiz olib qo'yadi. Esingizdan chiqib qoladi qaysi birini. Bo'ldi, olamiz tashqariga. Qaraymiz biron narsa qolib ketmadi. Yoki bunga qaraymiz biron narsa qo'shilib ketmadimi. Ctrl G. Gruppa bitta martaviy. Va bu martaviy. Bunisi ushlab turib qo'yib yuborsangiz ham hisob. Bitta qo'yib olish. Biron nima qolib ketmadimi? Yoki bunga biron nima qo'shilib qolmadi. Ctrl Z, Ctrl G. Gruppa bo'ldi. Endi bular kerak emas. Buni kopiya qilib qo'ysa, mana bir xilda ishlarimiz. Faqat Sverlovniki farq qiladi. Ya'ni Sverlov gruppa qilishdan oldin hammasi joyida. Bularni bosamiz. Qora kursorga o'tadi. Trayektoriyada Narezki kanal degan narsa bor. Roverni qaysi tarafga aylanishi. Rover. Qachon bu tarafga aylanar ekan rover. Uchun aylanayotgan tarafni misol uchun hozir bittasini bu yerga, bittasini bu yerga P'sini, bittasini bu yerga qo'yib qo'ysam, misol uchun ish ko'payib ketadi. Vaqt cho'ziladi. Bundan ko'ra buni bu yerga, buni bu yerga, bir-biriga yaqin taraflarga. Birinchi buni o'yatda sirasi bunga o'tadi, bunaqasiga. Buni ham misol uchun past tarafga bunday qilib. P'mada? P bilan belgilab chiqsangiz, bir marta, ikki marta qiladigan ishingiz bo'lsa shart emas. Ozgina vaqt ketsa ham, chunki bunga ancha qiyinroq. Agar o'nlab, yuzlab komplekt chiqaradigan bo'lsangiz, o'zingiz ancha vaqt ekonom qiladi. Agar buniki bu yoqda bo'lsa, bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz, bunga yaqinroq. Bu bunga yaqin, misol uchun ikki qo'yamiz, bundan o'tib sirasi bunga o'tadi. Men bunikini yaqin, az ko'tariladi bunga o'tadi. Yurmaydi-da, aylanib.
ana aytdingiz musobaqa qilardik blogerchilar bilan kim birinchi uyishgan. Shunda shu narsa qo'l beradi-da, qo'l keladi mana. Qarang, buni bu yerga qo'ysak, buni ham endi pastga qo'ymasdan bu yerga qo'yib qo'ysak, misol uchun. Bundan o'tib sразу bunga o'tadi. Ketaveradi. Buni uchalasini bitta joyga qilsak, buniki bu yerga, buniki bu yerga, buniki uchalasi mana shu bitta joyda. Aynan. Sразу buni o'y bo'ladi-da. Mayaqqa bo'lmaydi yoki mana buni o'y bo'lgandan keyin mayaqqa bo'lib tepadan boshlamaydi. Bu yerda sразу o'tadi, sразу bunga o'tadi. 10 minut, 15 minut vaqtingizni ekonom qiladi mana shu narsa. Buniki mana shunga yaqinroq. Endi xo'p, buni iloji chunki bu aylanib kelmaydi-da. Ha, kesib tashlaydi. Bu yerdan boshlanadi-da, bu yoqqa kelib to'xtaydi. Почти. Bo'ldi, unikini ham pastga qo'yib qo'ysak. Keyin gruppa qilib chiqiladimi? Keyin gruppa qilasiz. Gruppa qilish oson, sababi hammasini ushlab turib qo'shib ushlaverasiz. Qarang, bularni qo'yib yuborgan. Chunki yarmini ushlaganimda pastda gruppasi borligi uchun bularni ushlagan yo'q. To'g'ri ushlasam ushlaydi. Agar Bittasini ushlamasangiz ham ushlaydi. bittasini ushlasam, qarang, faqat sverlodan ushlaydi. Endi bu kirib qoldi-yu, matoviy. O'chirib qo'yasiz. Bittani o'chirib qo'yish osonda. Olamizda yana tekshiramizda bu yerda bironta sverloga tegishli narsa qolib ketmadimi yoki bunda bironta bir gulga tegishli narsa qolib ketmadimi. Ctrl Z, Ctrl G. Bu endi hozir o'yishga tayyor, chuqurlik berishga. Hop, buni ko'ramiz. Buni bosamiz. A bilan Q ni bossak, mana Q. Shu narsa chiqaradi. Ya'ni buni pastga qo'ysak, buni tepaga, buni pastga qo'yib qo'ysangiz ham ishingiz ko'payadi. Bu yoqqa. Hop, ikkalasini bitta joyga qo'yib qo'yamiz. Buni tugatib, sразу bundan boshlaydi. Bular bir taraf ketaveradi. Bu ham bo'ldi. Hammasini ushlaymiz-da. Ondan chiqib ketishingiz kerak. Mana hozir gruppa qilib qo'ysam, uni strelkalari shunday qolib ketadi. Shuning uchun chiqib ketib, keyin buni qo'yaverasiz, shift bilan buni qo'yaverasiz, shift bilan buni qo'yib qo'yaverasiz. Mana hammasini qo'yib olyapti-da. Serverlar qoladi. Olamiz tashqariga. Bittasini ushlasangiz hammasini qo'yib yuboradi. Ctrl G. Qo'yishga tayyor. Tushunarli bo'layotgan deysiz. Zo'r tushunaman. Buni Q. Buniki bu yerda bo'lsa, buniki esa bu yerda. Bundan o'tib sразу bunga o'tadi. Bu yerda nima bor? Bu yerda-chi. Buni iloji yo'q, ramkadan keyin bunga tushaveradi. Buni pulsi bu yerga bo'lsa, buniki ham bu yerga bo'ladi. Buniki ham bu yerga. Buniki ham pastda bo'lsin. Katta uzun. Shunday ham pastga qilsak, eshiklarni sразу boshlayveradi. Doimiy chiqariladigan mana shunaqa qilib qo'yiladigan bo'lsa, uni mana shu to'g'rilab chiqish kerak-da. To'g'rilab chiqish kerak.
Ama siz ham bo'laveradi, xohlaganini o'zi bo'laveradi-yu, lekin Vaqtdan vaqtdan yutasiz. Tiyim olaya ro'yali bitta bo'lgandan keyin. Bo'ldi. Chiqib ketamiz. Hammasini ushlaymiz. MDF qo'yib yuboramiz. Gravirovkani qo'yib yuboramiz. 2 mm lik gravirovkani va matni qo'yib yuboramiz. Qarang, hammasini qo'yib tashladi. Hop, bunlarni Ctrl Z, undan keyin Ctrl G. Maniga. Hop, Alt Q. Hop, bunikini pastga qo'ysak, bu ham pastga qo'yamiz. Buni ham pastga qo'ysak, shu aylanib keladi. Buni pastga qo'ysak, bulardan boshlash uchun buni bu yoqqa olsak, keyin sразу bular yutadi. Pastda bularga tegishli ekan. Pastga bular tugatgandan keyin o'zini demak, buniki tepa pastiga qo'ysak, buni tepaga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Ikkalasini qo'yib, sразу yotadi. Buni ham tepaga qo'yib qo'yamiz. Buni o'yadi, sразу yotadi. Bunga ham pastga. Pastga, buni ham pastga. Bo'ldi. Chiqib ketamiz. Tushaymiz. Shift bilan buni qo'yib yubordim. Normalga Ctrl Z, Ctrl G. Bularni ham o'chirib yuborasiz. Hoppa, mana komplekt. Hop, bularni bermoqmiz. Zerikarli dars bo'ladi. Orasi yaxshi dars bo'ldi. Ana videoda o'tkazib olasiz bekor. Buni qo'yib yuboramiz. Qachon ketyapsizlar? Men bu qolib ketdim. Qolib ketdi. Shuning uchun olib tekshiradigan paytimizda ularni ko'rinadi agar aplikatlar nimada qolib ketgan bo'lsa. Qachon ketamiz deysizmi? Ketyapsizlar. Siz bormisiz? Yo'q, gaplashib ko'ramiz. Sizni qo'yganlar kelyaptilar. Hop. Xato. Ctrl D. Alo. Tabii. Hop, bir tane bo'lsa gruppa qilish shart emas, sababi bittani o'zini chuqurlik qilib beraverasiz. Gruppa qanaqa bo'ldi? Sayyostrlar hammasi. Buni muqas bilan bo'lishimiz.
Оболочкasi bilan bo'ladi. Buni tashqarisiga gravirovka beradi. Ko'rdingmi yo'lda qanaqa chiqqanini? Ctrl G. Bu yerda nima bor? Bu bor. Menga berilmaydimi? Gravirovka bo'lmas-ku. O'zim qo'ygan boshqa bo'lgan. Oddiy beradi. Gravirovkaga aylantirishimiz mumkin. Yaxshi chiqadi. Gravirovka qilish uchun bu ikkalasini yopamizda ozgina tortib qo'yamiz. Ikkalasini ozgina tortib turib, bir tarafi va ikkinchi tarafini yopib qo'yamiz. Bu ikkala chiziq bo'lmaydi o'shanda. Bo'lmaydi, lekin biron bir nimada qo'yib qo'ysak bo'ladi. Hozir gravirovkaga tayyor bo'ldi shu narsa. Qani oddiy vektordan gravirovkali chizmaga o'tdi. Bunda xato bor ekan. Kiramiz. Obnovish qilamiz ikkala joyda. O'tirib kelgan. Ko'rdingmi? Удалить петли, исправить ошибки. Обнаружить xato yo'q. Osona. Ctrl G. Yana xato. O'sha bilan bo'lsa topmaydi-da, o'tib ketmaganda u teng turibdi. Nimasidir? Qizil bo'lsa xato deganimi? Qizil xato. Yana qayerdadir? Mana bu. Topolmadi. Endi ruchnoy istaymiz shu xato. Bir tarafidan istaymiz yani. Burada xato bor. Bu yerda xato bor. Menimcha. To'g'ri qo'yamizki. Bu yerda xato bor. O'tda xato borligini nimadan bilasiz? Aka? Mana qo'l bir tarafda bor-ku, bu tarafda yo'q. Vaholanki bu yerda ham bo'lishi kerak. Mana shu xato bu. Ulanmaganmi? Mana buni qo'li bor, to'g'rimi? B'da shu. Bu yerda B'ni bu tarafda qo'l bo'lishi kerak. Bunaqa bo'lishi kerak-da. Bu yoqda qo'l bo'lsa, bu yoqda ham bo'lishi kerak. Shu narsa yo'q. Endi bu yerda ham yo'q bunaqa narsa. Ulanmaganlikdanmi? O'shani anaqa bosib bo'lmaydi, hammasini jo'm. Yo'q, ulangan u yerda. Mana bu narsa turibdi, buni qilaman kelib qo'yganman ustiga. Bo'ldi, endi uni torta olmaysiz, hali qo'lni olib chiqa olmaysiz ustiga kelib qo'ygandan keyin. Yani bunu için oramız var. X bo'yicha teng qilamiz. Shuni buni. Almaymiz. Alo. Ctrl G. Qiziloma. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimi? Qanaqa? Labay. Tanidin, bormisiz? Sekin ishlayapmiz, nima gaplar? Tugatdingizmi? Nimani? Beş törelik 3 mü? 5 törelik 3 mü? 5 60 mı? Ne çıkıyor?
SS Studio 5560. Bormi? Ya siz 5560'da ustanobga qildingizmi? Qanday bo'lsin o'sha ustanobga? Zokir aka, bitta 16 bilan laminat aytyapmiz. Yo'q. Şurayla. Hoca gene bulgası. Ha? Hoca gene bulgağını. Yo'q. 5560 ustanobga bo'ldimi? Xo'p, endi ana mo'y kompyuterga kiring. Oppoq joyiga mishkan 10 knopkasini qo'yib turib, svoystvosiga kirsangiz puli kerak mana shu ekan. Daftarchi deydi-yu. Svoystvosiga kirsangiz tepada оборудование turadi-yu. Tepada оборудование. XP mi yo 7 mi? XP mi 7 mi sizda? XP bo'lsa, mishkan 10 knopkasini bossangiz, оборудование chiqadi tepada. Dispetcher bu. Yo, svoystvosiga kirdingizmi? Chap tomonda qarang, dispetcher приложение, dispetcher устройство degan narsa bo'lishi kerak. Imodan telefon qilasizmi? Qiling. Hop. Hoca gene bulgası. Oxirgi marta o'zingizlar hisob kitobni mayda turardi. Chop ketdingiz-ku. Kecha hoca gene tashab ketdim diye. Yo'nda o'zingiz Tashlab ketdilar, keyin ertalabga yaqin siz olib ketdingiz-ku. Kecha de. Kechqurun. Assalomu alaykum. Yaxshi namozini hoca aka. Hoca aka nima? Ha, hoca akani puli qani? Bitta MDF bilan bitta laminat. Hop. Уже chiqib oldi, hozir turimosini ham bitkizaman-da. Hop. Kim olib chiqdi? Yigirmalardan qo'shib ket. Qolib ketibdimi? hech narsa qolmadi. Qancha teri? Qaysi? Ha, u anaqasi teri. Bo'ldi, bular hammasidan nimasi qoldi. Sverleniyasi, ya'ni yushamiz, qo'yib yuboramiz. Alt bilan Q bosamiz. Bundan yutib olamiz. Hop, bu betda. Hamma terilgan Zokir aka chizmalar ichida. Aksari kirilsa terilib qo'yilgan-ku displey. O'shani chuqurlik berilsa bo'ldi qilingan. Bunaqalar ham qilib chiqilgan. Eng tejalgan holati taxlangan, ha? Yo'q, undan balki yana ko'proq o'tirsangiz qilsangiz kerak. Bittalar bo'lsa-da. 5 bilmasdi, eng qizig'i. Zokir aka, mana men telefon qilib bering. Qansinga? 3.956 yo'qdik. O'ylantirib qo'ydingiz-da. Chuqurlik berish, avizatsiyani burchakka olib kelamiz. O Alt T. Вдоль.
2. Voy bir. Farqi yo'q qaysi bir. 2 mm berganingizda umuman qiziq. Hozir nimaga beryapsiz? U naqshga birinchi. И вычислить сейчас. Oson, chuqurlik вычислить сейчас. Alt S ni bosamiz, obzor qilamiz, bu yerga Z papka ochamiz. Ctrl Shift N. Ctrl N yangi ochadi. Ctrl Shift N yangi papka ochadi. Ismini yozamiz. Z. Enter. Yana bir marta yozib kiramiz. Xo'p, bu yerga yana papka ochamiz. Ctrl Shift N Rafaello. Enter. Yana bitta kiramiz. Yana papka ochamiz. Ctrl Shift N Alt qanot deb yozamiz. Yana bitta Ctrl Shift N qilamiz. Kupe deb yozamiz. Kupe. Biz alt qanotga kiramiz. Bu yerga butun bir gravirovka 2 marta. Okey. Saqrang. 2 marta degan nima degani? O'zbekcha yozdimi? Yo'q, nimani 2 marta? Bu bir marta o'yladi. Xuddi shundan yana bir marta o'yladi mana. Ha. Bu boshqa gul, bu boshqa gul. Aytdi. Xo'p, buni shu emas. 11 beramiz shkolga. Выбрать канал, матовый играем. Вычислить сейчас. Alt-S. Butun bitta bunisini o'zgartirsa bo'ladi. M-A-T. Enter. Alt-D. Bu sverlosini ushlaymiz. 16. 16 li sverlo. 8 bir добавить. Unga o'rnasligi uchun bu bilan Sverх вниз, tepadan pastga. Вычислить сейчас. Qizil qilib yozayotgandir darsda ham. Ctrl M ni bosamiz. Endi mana taxminan 1 2 3. Hatto Ctrl S ni bosib qo'yasiz. Chunki mashq holatdacha ko'pincha programmalar chiqib ketib qoladi. saqlanib qo'yadimi hozir? Hozir saqlanib bo'ldi. 4 5 6 7 va 8. Ichidagina birinchi o'g'rish kerak edi. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Просто siz ta'qiflab chiqyapsiz. O'zi tegmasangiz ham shuni o'yib chiqadi. Tegmasangiz har xil o'yadi. Misol uchun ikkalasini o'yib keyin buni o'zi bu surilib ketib qoladi. Xo'p. 19 ekyapti. 20 21 22 23 24 bu 25 bo'lsa. Ben katta butunni olaman. 26 27 bular bor. 28 29 30 31 32 33 34 35 bo'lsa, 36 bo'lsa va 37 o'zi oxirgisi. Buni bosib qo'ysangiz oxirgisi haqiqatda shu 37. Eski bo'lsa chiqib ketadi yoki bu. Alt S bitta o'zgartiradigan narsa. Sverlo 2 marta bo'ldi. Alt D hammasini ushlab turib, sim kartasini o'chirib qo'yasiz. Olamiz. Endi e'tibor qiladigan joyi bor işte. Alt bilan R bosamizda Ctrl R. Mana bu. Alt R. Nажмите 32 120 ni tanlaymiz. Nimaga?
Chunki tig'imiz shunaqa. Обновить 8.3 ekan. Mana shu chuqurligicha 9 qilib qo'ysak, 9 bittada o'yaveradi. Eng chuqur joylarga hech bo'lmagan. Hop, сейчас qilishdan oldin nima qiladi? Tekshirish qiladi. Buni berdi. Bergandan keyin biz buni tanlaymizmi? Buni ham gravirovkada bo'lish kerak-ku. Ark bilan tani bosib turib, dol qilib turib. Bu yerga 2 mm chuqurlik va 32-120 tanlashimiz kerak. Chunki boshqa tanlab qo'ysa, ikkalasini bir-biriga qo'shmaydi. Сейчас. Antes. Butun. 2. Gravirovka 2 marta. Alt-D. Bunday. Matoy. 11. Matoy. Вычислить сейчас. Alt-S. Matoy. Keyingisi sverlo 16. Şeyimiz выбирать Alt-D sverlo вычислить сейчас. Ctrl-M. Birinchi buni, ikkinchi buni 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arkadaş. Bütün 2 sverlo 2 marta. Siz bunu tushunatdir o'zi Muhammad ya. Alda. Pastga olamiz. Bu gravirovka altlarni tushamiz. 220 обновить. То вычислить сейчас. Hop, keyingisi bu artdi вдоль 2 выбор 220 вычислить сейчас. Alt-S butun 3 gravirovka 2 marta. Alt-D 3 degani 3-chi bo'lib o'yiladi deganimi? xohlasa 3 ta birinchi marta o'yadi. Tartib o'shancha yozasizmi? Матовый. Вычислить сейчас. 11 chuqurlik berdik. Alt-S butun 3 matavый 2 marta. Alt-D. Hop, sverlo qolyapti. 16. Выбрать Alt-D sverlo. Bu yerda tepadan pastga qilib qo'ysak sal yordam beradi. Sverxoni вычислить сейчас. Ctrl-M bossak. Birinchi buni keyin 3 keyin hop 4 5 bu katta 6 bo'lsa 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 juda qolib ketibdi tabii. Qarang, biz уже adashdik-ku. Qaytarish uchun boshdan kelish kerak. To'g'ri. Bu tarafdan kelsa ham bo'ladi, masalan. Bosqich oxiri 23 22 va 21. Alt-S butun 3 sverlo 2 marta. To'g'ri. Shu 2 marta deganingizni hali ham tushunmadim. Mana bir marta o'ydi, yana boshqa laminat qo'yib ikkinchi laminat xuddi shuni o'yadi. Ikkinchi marta. Agar 20 komplet qilganimizda men har bitta komplektga qilib chiqmayman-ku.
bundan 20 marta deb yozaman, 2 martani o'rniga. 20 ta komplekt 20 ta laminatni olib kelib, faqat shuni o'yaveradi. Butun 2 marta. butun 3 ta o'yadi. Xuddi shundan 2 ta komplekt chiqarasan, 2 ta. Ikkita. Shundan. Lekin bu komplekt ichida 1 martalik ham bor-da. Mana bu bor. Tushundingizmi? Buni 2 marta o'ysam, buni 2 marta o'ysam, buni 2 marta o'ysam, mana bular hammasi chiqib ketadi, to'g'rimi? 2 martalik uchun. Buni 1 marta deb yozaman hozir. Bu yoqda o'qib oladi, bu nima demoqchiligingizda tushunamda. Ya uni xohlagan narsangizni yozing, men sizga bir narsa deya olmayman. Tushunyapman, hozir taktikani tushunyapman. Tushuntira olsangiz bo'ldi. Biz shunga o'rgatganmiz. Ikkiga farqi yo'q. Chuqurlik. Вычислить сейчас его сегодня. И тогда не опасно. Adres butun tur gravirovka 1 marta. To'g'ri degan 4-list degan, ha? 4-list. Уже bu 7-list bo'ladi. Chunki bular 2 marta, 2 marta уже 6 ta ketadi. Butun 4 degani уже 7-list уже. 4-ish. 16. Hop, turibdi. Добавить qilamiz sim karta, вычислить сейчас. Ctrl-M. Birinchi xottani 2 3 pastga tushamiz. Bu hozir nima bilan qanaqa tartib bilan o'zi qilgan? O'z mashinaga qila olmaydimi ixchamroq yo'lini? Yo'q, qila olmaydi. Tepadan pastga tushganda bu eng chiqib turganini birinchi o'yadi. Buni ikkinchi o'yib qo'yish mumkin-da. Tartibli bo'lsa qilsa bo'ladi. Bir xil aylanalar bor. Tepadan pastga o'yaveradi. Alo. Va alaykum assalom. Rahmat. Allohga shukr. Labay. Xo'p aka. Xo'p aka. Mayli aka. Xo'p aka. Vaqtimiz kamroq ekan, lekin vaqtimiz kamroq ekan. Bir kech payt shomdan keyin desam, shomdan keyinga ham bitta bolaga va'da berib qo'yganmiz ekan. Bo'ladi. Bo'laveradi aka. Aha. Kelganlar sразу o'ng tarafda aka. Ko'chada Nexia 3 turibdi 065 aka, avey yo'q. Nexia 3 turibdi, Nexia 3. 065. O'shdan kiraverasiz, hop. 2 выбрать вычислить сейчас. Hop, Alt S bosamizda, obzorni bosamiz endi. Obzorni bosib, izzatga kiramiz, rapial dosiga kiramiz. Va kopiyaga o'tamiz. Kopiyaga o'tib, enter bostirib, butun bir gravirovka. Xolos. 2 marta, 3 marta degani yo'q. Chunki 1 marta deb yozishdan ma'no yo'q-da, hammasini. Madrid, вычислить сейчас. Адрес. Тумбер. Madrid, xolos. Hali men yaxshi ko'raman deyish bilan yaxshi ko'raman deyish farqi yo'q, to'g'rimi? O'zi tushunsa bo'ldi. Ha. Bir marta yozdingizmi? Bunday yozmadi. Bittada bunaqa donali bo'lsa endi nimasi yoziladi.
Zohirga video darslar chiqqanmi o'zingizda olganingiz darsni? Hatto YouTube'ga. YouTube'ga chiqarganman, reklamishni qilib chiqarganman-da. Yo, o'zingiz Ctrl G 16 сверху добавить вычислить сейчас. Ctrl M 1 2 3 4 5 ekanini aytib turasiz mana shu raqamni. Nimaga misol uchun 10 dedimi? Shu 11 ga kelib turib, hatto bitta bossam 11 deb turib, keyin buni bossam 12 yo'q-ku. Ezilmay qolganini bilasiz shu. 11. Qarang, o'sha knopkangiz 12. Mana bitta ezib 12 deb o'tib ketaman-da, qarasam 12 turibdi hali. Demak, ezilmagan. Bu endi через чёрт sir sinovlar. Ha, sir sinovlarga osonroq yo'li. 6 15 16. Akaningiz bo'lsa-siz shuni 17 18 bo'lsa. 19 bo'lsa. Tiqib qoldi-ku. Chiqib tegib turmayaptimi hech qayta? Ya, inshaalloh. 20 Talab qo'yganda qarang. 21 ham qolib ketib chiqadi. Alo. 065 aka. Ha. Zo'r Chiqarasiz aka shu yerdan. Uylash aka. Ha. Ha, aka. Hop. O'zim Yo, men sezdim, demak ashunga yarasha ekanman deb qo'yardim ukam eshitib berganimda. Yo, men to'g'ri gumonda bo'ldimda. Ishdan ko'ra ikkinchi o'rinda ekanman deb bilib qo'ydim buni sezib qo'yaman. nozik Do'stingizmi suka? nozik joyiga uradigan odatlar bor. Ya ashunga aytaman, yaxshiligi. Qirabir uka bu. Qirab uka bu ana. Yo, u nimasi hozir? Hatta nima anaqasi? Penalkamiz. Gorkasi. Gorkasi. Penalni men hisoblatkizib beraman. Hozir menda qanaqa вопрос bo'lyapti? U bolalar ish qiladigan bolalar. Prosta ularda объем yo'q, ip finans yo'q. Men gaplashdim, pulini kelishdim, bitta mana shu gorkasini. Agar dedi finans bo'ladigan bo'lsa, aka sizga monchadan beraman dedi. Bo'ldi gap yo'q. Shunga agar объем bo'ladigan bo'lsa, xuddi ashar olayotgan ishingizdan bitta kam ko'zi bo'ladigan bo'lsa, sirasi pulini shuni hisobga qo'yamiz. И плюс kam ko'z muomala qilib pul ishlay olamiz. Bo'lka 3 million zo'r beryapti ularga. Bo'ldi. Siz buni solishtirib ko'ring, u bilan buni. Ashim bilan. Ashim uchun men sizga eshiklarni ochib tashladim-da. Sharimni ham origina qimmat sharimni qo'ygan. Karnizam O'sha yoqiladi, vakuumida. U dishopga sharim emas. Ishni aka kachtosi xudo xolasa undan qolishsa, o'tsa o'tadiki qolishmaydi. Mashina Bo'ldi. borasi bormi? Bo'ldi. Jivolarniki kim? Tojikistonda. Yo'q, kechagi oxirda birinchi qo'yib berdi-ku. Hech kim edi. Qaysi? Siz aka menga ashini To'rt kundan keyin qo'yib berdi. Rasmiylar Mashina bitta qurolni men videoga olib tashlab oling. Ashib oladi. Solishtirib Bu ko'ramiz. prosta tarovatga yozilgan diktafon, telefonda yozilgan narsa. Zokir aka bu. Kachtoylarni bizda Andijonda bitta qora tutmachda anaqa. Bo'ldi, tashi. Nurullo aka. Bo'lakani mana ishlasa, bo'lakani uka, mana ishlasa, bo'lakani. nima deyapti? Nima deb qo'yish kerak? Armiyani prosta Odam solguncha. esidan chiqaruvchi, unutuvchi odam Alisher aka. Bir-birimizni
Mana misol uchun zakasini qachon chiqarib olishimiz kerak? Bir-birimizdan tushunib, hozir chiqarib olamiz demaganmiz. Bizning Tushunib, hayotimiz bitta uning zakasi bilan emas. Tushunib, Boshqa tushunib. boshqa mashina ish turibdi. Alo. tushunib. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Kim aytdi meni yomon deb? Zo'r xudoga kim aytdi meni olib ketishdi? O'ta tez o'qigan. O'qigan. Tez o'qigan. Tez o'qimasa bo'lmaydi. Odamlar zerikadi. Qur'ondan ko'ngli sovishni boshlaydi. Iloji yo'q qilish kerak. Hamma narsani hisobga olinadi tanovvufga. O'shaning uchun sana qarorini qo'yib beramiz. Studiyada o'tiradi, xotirjam o'tiradi. Yunus surasini o'qigani yo'q. Bor edi. To'liq emas. Shuni topayım. Yunusda ishlaydi. 9. Buni Play Marketda anaqasi chiqqan, programmasida. Sinfga qo'ysangiz o'sha bor suralari bor. Men Abduqodir qiroati yo'q. Qiroatini esa tugaysa shunaqa chiroyli qiroat qiladi. Nima yozmagansiz? Yozma, shu narsa esga kelmagan ekan o'sha paytlarda. Hozir oxirgi marta o'sha qiroat o'zi o'qimay qo'ydi-da, qiroat qilib. Anaqa o'qiydi. Bu bunaqa o'qiydi. 30 porani polni anaqasi yo'q. Misol uchun chiroyli oyatlardan qaysidir bir ehsonda boshqa joyda bunaqa katta ilmi yo'q paytda domlalar chaqirardi, qiroat qilib berardi. Yig'latib yuborardi qiroatni o'zi. Yomon chiroyli. Nechinchi yillar? Hammasini 86. Qarab olgansizlar-da. Agar biz gruppa qo'yganmiz, gruppalarni belgilab tig'ib berib ketyapmiz-da, to'g'rimi? Keyin sferlar beradi. Rossiyani Hasan qo'ygan. Rossiyada musobaqa bo'lganda Hali nimani ham dunyo birinchisi deb Afrikalik qoriyan bormi? nima degan? Dunyo birinchisi Afrikadan, Güney Afrikadan bir narsa ham edi, ismini chiqdi. Turkiyada Qur'on musobaqasi bo'lgan. Ashini qiroat o'sha hali nimani o'qib bergan. Mabashir Sobirin degan asobat. 42 sekunddan keyin shunaqa davrda o'qib bergan. Afrikalik odam boradi. Katta kishi, ancha katta kishi. Anaqa zo'r o'qiydi. Amerikalik Yusuf degan bola bor. Muhammad Yusuf, shunaqa degan bola bor. Amerikalikda. Vahshim o'qib boradi buni. Yoshda ular. Shunaqa chiroyli o'qiydi. Ketyapti. Oyat tugaganda o'chiring. Intihom qilgani bor. Rossiyada musobaqa bo'lganda, Qur'on musobaqasi Rossiyada bir bo'lganda, o'sha yerda eshitdi haliga Qur'ondan mashhur. O'shandan keyin ko'tarilib ketgan. Tojikistonda. Assalomu alaykum aka. Ishlab aka. Ha, yo'q aka. Sirinamiz borda, kameradan. 12 kameradan. Hop, 1.29.
Hani fanerden hiç buluşu yok da bir dörtlü faner. Hiç bu şey yaptı. Hı, bittasi. Ama 11 yanım olsa 5 o yedi de olur çok. 17'de oldu. Hiç buralarda 170 mingga bormaydi. 170 mingga bormaydi. Biz koyduk mu? Svetoch chiqyapti aka bittadan qarashim. Bir donasi. Boshim cho'tki chiqyapti. Bir donasini surmaydigan chiqyapti. O'ziga nima so'rayapti? Mashinaga so'kyapti u. Mana bitta faner. O'zlaringga yozaman. Mana chizmamizni bormidi? Yo'q. Yo'q, chizamiz. Shu joyni ichiga chizamiz, baribir. Hiçbir sızuvchi. Necha nima? Yo'q. 1,5 ga 29 razmeri. Hop. Endi bunaqa 4 bu burchagida bor-ku. 5 santimetrga 1,5 santimetrdan kam tegi bo'lishi kerak ekan. 5 ga 1,5 qaysi tarafida turadi? Uzun tomoni bu yoqda. Bunaqa. 29 tomoni 5 santimetr. Bu yoqqa 5. 5'e, bu yoqqa 15. 15. Tushunchami? Ha. Hamma taraf shunaqami? Yo'q. O'ng tomon chapdan pastda. Bu taraf, ha? Bo'ldi. Hop, bo'ldi. Hop, bu Sen ayırmadın mı? tashqarisi qilib. Nimaniki aka? Bozul. Kimniki? Vallahi şey. Ama düştü lan. Aka. Mashina mana hozir spinnerga qarab yurish deb yozib bering deyapti u. Endi o'tda o'sha 5 ga 1,5 santimetr sentr bor o'rtada. Hop. Sentrda yonboshda bir tarafga olib qo'yasizda xolos. Ha. 5 ga 1,5 santimetr teshik kerak, Ha, a? o'rtadan ham kerak. Pastdan. Ha, hozir shunday. 75. 1,5 ga 5. So'zlaydi. Bu o'rtasidan qancha? U o'rtada turibdi hozir. Hozir o'rtada turibmi? Hı. O'rtada tursa ham bo'ladi. Qaysi tarafga olib turish kerak? To'g'rimi? Bo'l, sentr tursa bo'l. Hop. Bo'ldi. Bu bunday kemtiy bo'ladimi? Kiradida 1,5 santimetr narsa. Ichi toza 1,5 qolishi kerak. Bu buni yeb qo'ysin desak, mana shunaqa bo'lishi kerak. Ichi toza 1,5 qoladi. Jinni yoki 6 mmligi uchun radius hisobiga qo'yib qoladi. Quruq bo'lib qoladi. Bo'ladi. Endi tepadagi burchak dumaloq. Bu yetmi? Qancha? No, 2 santimetr qilsak bo'ladi. Ozroqmi? 2 santimetr. Mana. Bo'ladi. Endi bitta fanerga joylang shuni. 1,52 1,52. Kasiga yo'li bunaqasi bo'lishi kerak. Nechta chiqadi? 5 ta chiqadi. Chiqarkan faqat buni haqqini bermadiku 3 tashqariga udalik. Biz tashqarisi olamiz shuni endi. Hozmaydi. 9 mm bo'lib qolmaydi. Bu yoqdan 3 edi, bu yoqdan 3 edi. 1,5 santimetr qoladi shuni. Ha, to'g'ri. Necha bu? 12 xalligimi? Degan hammasi. Aytdi.
Doğru. 12. Hatırlasın. Niye üst beşe mi? Güzel değil mi Ege? 12 verdiniz mi? Panel 12'de. Ha. Neyse, neyse. Hamma 1.6. Üst deseyli 1.6. Xuddiki NDF'ga ketyaptilar, xuddi NDF'ga ketyapti hayol. Darsda qarang shu ham. Zo'r. Tamam, necha bo'ldi durus? 60. 160. Necha? Endi shuni 1.25 bor. 4 burchak dumaloq. Dars ketyapti. Turish. Maylimi? O'zimniki. 1000 525. qancha to'rala burchagimi? 2 santimetrmi? Ha. Master klassda dokument. Bo'ldi. Bu ham 12 ta falan joylarda. Bundan aka 6 ta chiqmasa kerak. To'g'rimi? Timiz bor. Bir, iki, üç, dört. Çık git hatta ki. 24'leştirseniz olmaz mı? Yo'q. Shartnomaga gapirishasiz. Shuni o'z qilayotgan paytda hisoblasangiz bo'ladimi? Yo'q, zakaz edi. Nimasi shartnomada описанияsi bor-da. Bittaginaga nimasi bo'ladi-da, shotniy palata O'zi aralab turib burchakni keltirsizdan to'g'ri kelmaydi baribir. Ha, bo'ldi. Biz beshta chiqarib qo'ying. Oyshadan ham qon. O'zini nimalar ishlayib turamiz. A tut chiqmayapti aka. Aplikka chiqyapti xolos. Ha, qaysi? Hammasida. Ha. Chizmalar hammasi ishlatyapti-ku. Xolasi ko'p ishlayapti. 12. 12 bo'ldi. Hop, sправа налево desiz bir iki üç gibi koyarsınız. Standart narsalarni chiqarib oladi, ko'rdingmi? Nechi? 180. Hop. Innaki mana qilib tekshirgan qo'yaman o'zi ro'yxatda. Ana shunaqa qo'yaman. Qad ketishamiz. Mana razmer bor. Laminatimiz bor, kesilgan. Klasini tashlaylik. Nega? Hop, razmer. 1.60. 1.60 ga bu panel emasmi bu? 16 LDSP. Hop. Keyin 40 cm 2 mm. To'xtang, tushunmadim. 140. 160. 160 ga 1600 ga. 42 mm necha yoziladi? 402. Ha. 402. Hop. Endi buni mana qazga to'rtta teshigi bor. Tepa tomonni oladigan bo'lsangiz, Tepadan nechta qoladi? Nechi qoladi? 6 qoladi. 6 santimetr tepadan qoladi. Ha. Hop. Pastdanchi. Pastdan oltimi. Mana shu 4 ta teshik chizib chiqarib berish kerak. Mana 6 10 qoladi, ikki ketadi. Mana ular endi Ha. Bu. Madem magacha 4 santimetr ekanda, minus 40. Minus 40. Bo'lgan ekan. Mana shuni ikkala uchiga tegish kerak, to'g'rimi? Pastga hammi? Mana shu yerga ham. ha.
qarang, Endi teshikni markazidan markazigacha 4 santimetr bo'lyapti. shunaqa bo'lyapti. Nachigadan 6 qolyapti tepadan. Tepadan 6 qolyapti. Unda ham 5 u 7 qoladi teshikni markazi. Markazi 6 ga to'g'ri keladi. Sentr 6 ga to'g'ri keladi. Hop. Endi hali 2 mm boradi-yu, mo tomondan chiqish kerak. Kromka hatto u 2 mm. Ko'tarib qo'yaman aka. Ha, 2 mm. 2 mm ko'tarib qo'yaman. Hop, mana. Mana shuni orasi nechi qoldi? Orasini teshikdan teshikgacha aytib beraman. Bu yerdan bu yergacha 20. Qo'shni, ha? Ha. Ha, 20 qoladi, to'g'ri. Endi xuddi shunaqadan bunaqasi, bunavi chekada qolishi kerak, chekadan 1 sm qolishi kerak. Mana eng chekkadanmi? Ha. Mana surish kerak 1 sm. Va 1 santimetr sursam, Ha, hozir mana teshik 6 mm bo'ladimi teshik? 8. 8 bo'ladimi? Ha. 8 li anaqa teshigi. Hı. Shunda mana 6 mm qoladimi shunda? Qayerda? 8 dan 1 qoldimi? 2 mm kromka oshib turadi-da. Mana radiusini to'g'ri qilsam 8 mmli Ha, teshik teshik bo'ladi. Mana yerda 6 mm Ha, qoladi. shunaqa bo'ladi. Hop. Men faqat sentrdan ketdim. Ha, sentrdan o'sha mana Endi bunaqadan oraliq yana bitta tashlaymiz. Oraliq bor. nechi bo'ladi? Oraliq 31 oltidan Har qadam. bittasi 31 olti. Ha, Hop. Teshikdan teshikgacha. ha, bunaqasiga qadam. Hop. Смещение. 31 olti. Yog'i nechta? 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta bitta применить. Xuddi shunday. Endi chekada ham 1 sm qoldimi? Bo'lmadi. Nereden bir yergacha 1 santimetr точно qoldi. Nonni kesib olasizmi? Kesilgan kromkalangan bekor. Nechtadan qo'yasiz aka? Keyin uzunasiga 4 tadan qo'yib bering. 4 tadan bitta stanokka qo'yaverasiz aka. Ha. 1 2 3 4 ta. Bitta qo'yib buni просто 8 desa yo'lda hukka tushib chiqib ketish kerak. Ketish kerak. Chuqurligi ham 13 bo'lsa bo'ladi. 1/3limi? O'zi 16lik. До конца. Shunaqagami? Teshib qo'ymaslik kerak. Hop, traktoriya noma'lum свердление. Свердление. Uni shuni. Выбрать и 13. Выбрать. Вот tepadan pastga. Mana. Bitta hukka tushib chiqib ketadi. 13 mm chuqurligi. Antes. Necha bu? 170. Bo'ladi. Shu yoqda aylanmaydi. Ha. Sverloz necha bo'lsa shu qoladi. 8. Teshigi. Ha. Bo'ldi. Cho'nik reys qilib qo'ydim. O'sha boshqacha anaqa. Sizlar kerak emas turdi. Yuzamiz ketayotgan. Nima qiladi Zokiraga? Bo'ldi aka. Qadri ketsin deysiz-da, Zokiraga. Sverlение boshqa narsada, почти ro'yxatchigacha kerak. Video. Akvara bo'lgan, nima yoqib tekin. Xo'p. Altini bosamiz do'l. Ya bu qanaqa? Alt erku. 120 обновить. То что число сейчас? Xo'p, kelgan bunisi alti do'l 2. 120 будет ya. Вычислить сейчас. Alt S. Обзор. СМС.
Chizmani chiziladi, ajratiladi. Razmer berib, keyin birinchi razmer beriladi. Birinchi razmer berasiz, keyin ajratasiz. Keyin ajrataman, keyin tig' haqqini beraman, smesheniya qilib. Keyin joylayman. To'g'rimi? Keyin har bir bir xil anaqalarni gruppa qilib tig' haqqi beraman. Tig' beraman, chuqurlik beraman. Mana shu yerda tartibi bor bizda. Sizda bormi? Alo. Hoca aka. Menmi? Nech bo'ldingmi? Pulini so'raylik. Sal pardoz qilmabdi-da. O'zini ko'rdingmi? Xo'p, hoca aka. Olmaydi-da uni. Kim? Arrani olmaydi. 1300 ga 700 dollar qo'shsa, yengil Xitoy beradi-ku, bermaymiz keyin. Matni o'chirib qo'yamiz. Ikkalasi. Sverlo bular. Sverlo, no, bularni nima qiladi-ku? Podbolka qiladi-ku. Ne? Vaqtdan tezlab chiqishni. Ha. Ana joylaganlaringiz erinmasdan hammasini shunaqa chiqarmisiz? Nima u yurinish bu? Bir marta qilganman, bu kelata Rafaelga o'y bering. Xo'p, men papkadan olib chiqib o'y ber, bo'ldi. Tayyor bo'ladi. O'sha olganingizni, joylaganingizni. Shunda olasiz, chuqurlik berasiz, bo'ldi berib yuboringlar-da. Gruppa qilingan ham o'sha. Hatto gruppa qilingan. Hattoki buni paylargacha berilganda kimdir gullarini va misol uchun Mato'yda o'rniga boshqa biror narsa qo'yib bering desa, olib chiqamizda Mato'yda o'rniga boshqa gul beramiz. Bunaqa qilinmaydi har safar. Bo'ladi. Qaytdi. Mana o'shimizni hammasini nima qo'ydi? Mato'y yana bir haftaga davoga ketishim kerak bo'ldi. Xudoy. Toshkentda Samarqand qo'g'rolar. Oilam bilan borib, ko'rib, javob kelamiz. o'tirmadi. Eski binolarda Samarqand ko'ryapmiz. O'zbekistonni. shu to'rtta binolar bor. Qo'ronchi. Ana bor ko'rmayapman. Qo'ron. Samarqandchi. Bor ko'rmayapman. Samarqand ko'rgansa, Buxoroni ko'rib turib, keyin Samarqandni ko'rish kerak edi. Keyin Samarqand qadri yetdi. 10 barobar katta Buxoro deyiladi, oddiy. Mana bor. Sherilarimiz Buxorolik olib ketaman deyapti. Zoda. Bu joyga bo'lsa, hamma so'raydi. Buxoroning o'zida ikkita shogirdimiz bor. Samarqand katta qo'rg'onga qo'shdim. Keling deydi, yangilik bor desam, bo'lmay $100, $200 tayyorlab qo'yganman deydi. Siz bilganmi? Bizlar nimamiz borgan sari narx ko'tarilyapti, kursi $50, $100 qo'shilib ko'taryapti. Sababi shuda, yangiliklar hammasi o'zi aslida обучение tekin, mana chizmalarni hammasini hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, обучение g'irq tekin bo'lib qoladi.
26 26 va 27 tekshirib qo'yasiz. 27 talar haqiqatda to'g'ri. Antes Noto'g'ri bo'lganda nima chiqardi? 27. son 28 chiqib qolishi mumkin edi. Shunda qayerdandir 28 qolib ketgan bo'ladi. Duetlarda o'rtada tiqilib qolgan bo'ladi. Ushlamasdan ketgan bo'ladi. Qutuli Rafaellodan yozing. Bitta narsaga. Rafaello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ketar ekan. Rafaelloni nimasiga 7 ta ketadi qanotligiga. Keyin o'shani biz aytib olamizda hozir Rafaelloni 6 qanotligiga 7 ta ketyapti. Yo'q, bir xil qilmasak bo'lmaydi-ku. Bu yerga qo'shilib ketgani rangini bir xil qilamiz, ilojimiz yo'q. Bu yerga buni bunaqasi qo'shilib ketganda, to'g'rimi? O'sha qo'shilib ketgan ilojimiz yo'q. 10 ta ketyapti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Laminat. 3 komplekt Rafaelloga 10 ta laminat ketdi. Yozing. 3 komplekt Rafaello 10 ta laminat. O'sha 3 komplekt ichida 2 ta old qanotli, bitta kupe bor. O'shani so'raysizda nima deysiz? MDF to'g'rimi? Ha, o'sha MDF laminat. O'shani svetini so'raysiz. Shuni aytish kerakda, Rafaello 3 komplekt, bittasi kupe, ikkitasi eshikli. Shunga 10 ta ketyapti. Rangi qanaqa bo'lsin deb so'raysiz. Shularning bu общий hisob kitob chiqdi buni. Hattoki nariga nimaga tashlaganimiz ham chiqdi. Сохранить, да. Mana o'chirib qo'yay.